O'shanda kirgan joyi mana shu joydan hisoblanadi. Mana shu bizada inducement bo'ladi, oxirgi lovlar yechilmagan. Chunki bu nimaga oxirgi likvid zonani yechish shart emas. Chunki bu mana bu yerda likvidlarni yechgan. Likvidlarni yechgan. Mana bu bizada daily FG zonasi. Daily FG zonani ko'rishimiz mumkin mana. Daily FG zonaga kirgan, kelib turib soyasini tashlagan dailyda ko'rganingizda hali solishib ko'rsanglar. Yo'da mana. Daily zonaga oyog'ini tashlab ketdi. Oyog'ini tashlagan joydan biz shunda har doim kichik time frame'ni tasdiqlanadi. U narxi urgan tepaga qarab ketyapti. Boshqashganda inducementda bu yerda nomi buni IDM biladi. IDM kirishi bilan sразу tepaga qarab ketishimiz ko'rishinglar mumkin. 3 minutlikda prям явно ko'ryapti. Shu joyda qilgan. Buni men VIP chatimga video sifatida tashlaganman. Savdoga kirganlar qilgan, kirmaganlar Darmonda, Soqqada. Va xullas mana shu mikro kichik setup hisoblanadi. Hammasi ko'rganinglardek daily time frame bilan 4 soatlik time frame'ni o'ta zonasiga kelgandan keyin buni yana 5 minutlik zonada tortib turib, narxni bu yoqqa yetkazdi, kelgandan keyin kirishni boshladi. Endi mana bu zonaga kirib kelgandan keyin soching yana qaytadan tasdiqlanadigan bo'lsa, bu yerdagi tasdiqimizniki soching IFG bo'ladi. Soching mana bu yerdan oqib kelgan joyini ko'radigan bo'lsak, birinchi IFG bo'lgan zona, to есть tasdiq bo'lyapti, shu narx ketadi. Keyin misol uchun mana bu yerda bizada FG, keyin bu yerda bizada M1 da ham kichkina likvidniy снятие bo'lgan. Keyin bu yerda bizada MSS bo'lgan. MSS bo'lgan joylikni 1 minut ko'radigan bo'lsak, mana shu joyni o'ziga ham yana Fiboni tortamiz 69 zonaga keyin. Fiboni ichidagi Fibonining Fibosida savdo bo'lyapti. Bu hammasi kichik time frame'da, ya'ni katta time frame'dan kichik time frame'ga qarab narx boshlanganda va kelganda biz bu yerda уже savdo qilishimiz kerak bo'ladigan aniq kirish nuqtasi hisoblanadi. Va narx mana hozir tepada ketyapti. Shunaqa gaplar. Qani kimda nima savollar bo'lsa, qo'l ko'tarishimiz mumkin. Savollarga javob beramiz va ko'ramiz. Hop, birinchisi Amerikani statuyasi bor ekan. Разрешить говорить deydi. Bemalol gapirishingiz mumkin. Hello. Yo man. Статуя свободы. Статуя свободы. Xorazm. Mikrofon yoqdi, tekshirib turinglar. Hech kim bermayapti. Mayli, nuqtani mikrofonni yoqdi, nuqtajon gapirishingiz mumkin. Nuqta. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, nimaga anchadan men sizni kuzataman. Oldinlar har bitta zelkani yozib tashardingiz. Hozir tashlamayapsizmi o'qib? Ko'p bilim olib qo'ymaslik. Oldin har bitta savdoga kirganmiz, rasmiy. Men shuni ketidan o'rganayotgandim-da, men sizning nimalaringizni, yo'nalishingizni. O'zi tashlamayapsizmi? Da, tashlagan yo'qman. Ko'p narsa bilib qo'yapsizlar. Kursga kelyapsizlar. 4 ta 5. Ha, men shunday bildi. Kursga borish hojat qolmagandi o'zi. Bir ikki hafta tashlab tursangiz. Kursga kelishinglar uchun qarasam hamma narsasi hech kim ko'p yoritib berayotgan ekanman. Shunga shunday qo'ydim. Tashlab qo'ydim. Shunisi ramoqchi edim. Anchadan ko'rmaydi. Ertadan tashlaymiz, ertadan. Xo'p, aka, rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Keyingisi kim? Keyingisi. Keyingisi bizada
Разрешите говорить Дурдона. Durdona. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Endi bu oqadimi? Tepaga chiqqan. Tepaga chiqqani uchun oqadimi deganga savolga javob bera olmayman, lekin katta zona boyagida, endi oqish zonamiz bizada примерно точноroq bo'ladigan bo'lsak, mana bu yerda 4 soatli BPR bor. Mana shu joyda, mana 4 soatli BPR va 4702 4715 zonasi. Shuning uchun mana shu joygacha kelishi mumkin. Agar katta zona bo'lgan bo'lsak, 1 soatlida bizada I5G qilyapti. Hali soat yopilmadi, yarim soat bor. Xo'sh, 30 minutli svechamiz I5G ozgina yetmay qolibdi. Shuning uchun ozgina откат ham qilish mumkin, lekin mana bu zonaga kelib berish kerak mendan. 4702 bilan 15 gacha. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Xo'sh. Islom. Mahachi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kecha selga ushlayapsiz-ku, shuni bitta razbor qilaylik agar Kecha? iloji bo'lsa, kecha selga ushladingiz-ku, mana shu yerdan teplanib, prям. Bittadan tepadan ushladim, kecha qatta sel ushladim. Yo'q, to есть bugunmidi u? 4700 lardan. Ha, bugun edi, o'sha. Men kech payti 4640 dan. Ha, shuni kech payti bilan ushlayman deb uxlaganim yo'q, вообще iloji bo'lmadi. Tochka vходdan o'tkazib yubordim, qandaydir. Bu yoqda agar hozir mana bu yoqni ko'radigan bo'lsak, bizada misol uchun Aziya bor. Mana Aziya ochildi. Aziya ochilganda PDH-ni yechdi, Previous High-ni yechgan. Fitnessni PDH-ni yechgandan keyin katta time frame-ni keyin M1 ga o'tamiz. M1 ga o'tgandan keyin bizada nima bo'lyapti? Xo'sh, bu yoqda ham xuddi shu narsa bo'lyapti. Значит, kelgan high switchani o'zini peri-high qilish kerak, qildi. Perilow qildi, MSS bor. MSS qilgandan keyin narx oqib ketdi. Oqdi. Keyin bizda nima bo'lyapti? Oxirgi high yechgan switchaning birinchi highni topamiz. Mana shu joy bo'lyapti. Bu bizda IDM bo'ladi. IDM bo'lgandan keyin, xo'sh, bizda bu yoqda highdan lowga tortamiz. Birinchi momentdan tortar edik. Yetib kelmagan. Misol uchun birinchi momentni tortadigan bo'lsa, 0.lik ozgina yetmagan va struktura hali aniq emasligi bitta уже mana ko'rishimiz mumkin. Hamma FG'larni yopib narx pastga tushgan zonani ko'rishimiz mumkin. Keyin bu yoqda narx mana bu yoqdagi внутренний likvidnostni IDM qilgandan keyin, inducement qilgandan keyin bu yoqda bizda qo'shimcha bor edi, I5G zonasini belgilaymiz. Mana shu joydan OTE ham, ikkita OTE zonamiz bor. Ikkita OTE zonadan plus bizda mana shu joydan reaksiya olib, почти 2000 dan oshiqroq pul pastga oqib ketdi. Eng oddiy struktura, eng oddiy narsa katta likvidlar yechilishi va kichik taymda savdoga kirish. Sizni shunda agarda IDMdan kiradigan bo'lsangiz, mana shu joydan stop lossingiz bo'lar edi. High tepasiga bo'lsa, где-то 100 punkt stop loss. Zato target juda ham katta. Chunki daily FG'ni mana shu target momentgacha edi. 1.20 bo'lib ketyapti. Da. Men ham kecharo harakat qildim, o'xshamadi lekin ozgina. Soat kechasi bo'lgan. Daily FVG bilan 4 soatli FVG ga keldi. Tepadan dailyda trend liniya ham bor edi. Короче, harakat qildim, o'xshamadi. Ataga shu откат ushlamoqchi edim. Bu yoqdan mana qilib ketganligi. O'xshadi bizda. Har doimgidek. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Выключить звук. Шах, босс.
Shahboz. Hello. 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 Mayli. Zokirjon Zaman. Allo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qanday aka? Yaxshimisiz? Qarang. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Shukr. Rahmat aka. Allohga shukr asosdan. Bitta savolim bor edi Sardor aka. Hozirgi men 2 haftadan buyon savdo qilyapman. Savdo vaqtida masalan London sessiyasiga kelgan vaqtda MSS bergan joydan yoki o'sha yerda FVG, IFG dan kiryapman, nu pastdagi likvidgacha yetib boryapti-da. 2 haftadan buyon shunaqa vaziyat kuzatilyapti. Siz ham oxirgi anaqa savdolaringizni IFG orqali savdo qilayotgan bo'lib qoldingiz, MSS kutmasdan. Shunga bozorda qanaqadir o'zgarish bo'lyapti Sardor aka? MSS ketib qolyapti. Ko'pchilik anaqalarim FVGgacha tushib bermayapti-yu. Tushib bergani ham o'sha stop lossga yaqinlashib, undan keyin ketib qolyapti-da. Qanaqadir o'zgarish bo'lyapti bozorda. Sardor IFG-ni ishlasiz, siz ham IFG-ni ishlayveringda. Qiyin aka, aka tushunish qiyin bo'lyapti-da. Sal praktika ko'proq kerakmi bunga? Endi likvidlarni to'g'ri topish kerak. Likvidlarni to'g'ri topmasangiz, IFG hammasini to'g'ri ishlaydi. Ha. Yo'q, hozir IFG bilan endi unaqada qarab ketyapman-ku. Savdoga qolishga kirolganim yo'q, risk oshmaydi. Katta rahmat aka, shuni so'ramoqchi edim. Bozor 2 haftadan beri g'alati yurayotganiga. Likvidlarni to'g'ri topish kerak buni. Ha. Keyin qarang Sardor aka, masalan, Asiya sessiyasidagi likvidni olgandan keyin London sessiyasiga MSS dan kiraversa bo'ladimi yoki o'sha London sessiyani o'zida anaqa likvid, kichkina likvid yasa, masalan, M5 da kichkina likvid yasa, o'shani yechgandan keyin kirish kerakmi aka? Misol uchun yechgandan keyin mana Aziya yechyapti. Birinchi har doim katta time frame'dan boshlashingiz kerak. Dailida nima bo'lyapti, nima yo'q. Misol uchun mana yevro dollar ko'radigan bo'lsak, bizda mana bu yerda FVG turibdi. Xuddi oltinnikiga o'xshab hozirgi daily FVG bor. Daily FVG keldi. Bizda katta anaqa likvidness o'sha bo'ladi. Keyin 4 soatlik olamiz. 4 soatlik olgandan keyin buni tortamiz. Misol uchun oxirgi xayriga tortamiz. Mana bizda OTE zonaga kirgan. Endi OTE zonaga kirgandan keyin biz buy setup qilishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun OTE zonada nima bor edi, nima yo'q. Xo'p, mana 30 mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Bizda bu yerda lowlar bo'lgan ekan. Misol uchun swing bo'lgan joyini belgilaymiz. Xuddi oltinda qanaqa bo'lgan bo'lsa, yevro dollarda ham shunaqa. 30 minutlik ham belgilagan bo'lsangiz, mana oxirgi swing bo'ladi. Va o'tgan pastki xatdan keyin sessiya lowlar bo'lgan, yechilmasdan ketib qolgan joylari bor. 15 minutlik olamiz. Bizda konkret mashqda mana sessiya lowlari yechilmasdan tepaga qarab ketavergan. Sessiya lowlar yechilmayapti, chiqasiz. Keyin kelyapti, bu birdaniga hammasini yechyapti. Kelgandan keyin mana misol uchun Londonnikini kiribdi va London Aziyani yechib turib kirishingiz kerak emas-da. Mana bu joyda topishingiz kerak. To'g'ri, yechgandan keyin to'rtal sot bo'lsa, misol uchun Londonnikini kelgandan keyin asosiy mamlakatda likvidness yechilmagan. Asosiy likvidness yechilmagandan keyin Londonni lowini ham terib qo'yapti. Terib qilgan joydan tekshirishingiz kerak. Keyin уже mana 1 minutlikda mashqdan qidirasiz. Bu hammasi daily'niki kelib chiqyapti. Daily'ni kelgandan keyin bizda mana bu yerda mana soat IFG emas, FG yoki misol uchun bu yerda ham mana IFG bergan. Keyin tepasidan misol uchun yopgan joyini ko'radigan bo'lsak, keyin mana shu joydan misol biza buyga kiramiz. SLni misol uchun low tega qo'ysak, bizda 2 punkt bo'ladi. Ya'ni hozir 2 punkt stop loss bo'lmaydi. Bizning brokerlarimiz spreadi ham ko'p. Qachon punkt qilgan bo'lsangiz ham, misol uchun mana hozirgi paytdagi narx tepaga yurib berdi. Hozir mana 1ga 10 yurib bergan. Bu Aziyani London yechdi, endi savdoga kiraman emas. Har doim to'rtal sot deganda bu misol uchun mana bu yerda Aziya, misol uchun Aziya bo'lsa, Aziya bu. Misol uchun keyin Aziyani London yechgandan keyin misol uchun mana bu o'zi to'rtal sot bo'ladi. Mana bundoq qilganda manipulation bor. Manipulation bo'lganda biz kutishimiz kerak. Mana bu orqa zonada key level bo'lishi kerak.
Mana shu joyda key level bo'lishi kerak. Key level. Key level bo'lsa, keyingina biza mana shu joyga narx misol uchun bu yerda mana yurib turib bitta manipulyatsiya tepaga shu distributsiya bo'ladi. Shuning uchun bu yerda yechgandan keyin bizda har doim mana buni ko'rishimiz kerak. Katta zonaga kirgan. Faqat Aziyani yechdi yoki London yechdi, endi bayga kira olmas. Endi tagida nimadir bo'lishi kerak. Tagida agar shunaqa narsa bo'lmaydigan bo'lsa, biz savdoga kirmaymiz. Ha, tushunarli. Aka, men oxirgi iltimosim endi anaqa vaqtdan ko'p oldim uzr. Outcatda bugun savdoga kirdim aka. Anaqada H4 ta qaradim, anaqa H1 ga qaradim, anaqasi bor ekan, FG ga kirdi. Oldinga anaqa 1 minut 1 soatdagi likvidni yechdi. Xuddi bu aytganimdek stop lossga tagiga bormay qilib keyin yurib berdi, 1 ga 2 yurib berdi, endi yopig'i bitaman. Ana shunaqa vaziyatlar ko'p kuzatildi-da. Mana Audicat bo'lsa, qani FG? Mana bu o'ng tarafda mana bu FG buzmasdan FG qaytib ketgani mana shu yerda, chap tarafda. Pastroq. Ma'lummi? Yo'q, pastroqda. Ana shu yerda. Bitta FG yo'q. O sal teparoqda bor aka. H1da. Mana buni aytyapsizmi? Ha, ana shuni aytaman aka. Ana shu yerga tegib bu уже ishlamaydi-ku. Buni pastidan ham tepasidan ham yorib bo'lgan. Buni qanaqa ishlatasiz? Bu noto'g'ri ishlatishmi? Yo'q, men anaqamda уже IFG yopmasdan o'sha yerga tegib, FG'ni to'ldirib, keyin tepaga ketganda, ana shunga ishlab bersa kerak deb kiruvdim mana shu yerga. Ay yo'q, bu ishlatilmaydi bu. Hozir anaqada M5 da tasdiq bo'ldi-da shu yerda. Ha? M5 da tasdiq bo'ldi-da, keyin o'shanga kiruvdim. Ya, u siz zonani kattasini noto'g'ri olyapsiz-ku, uni kirish xato. Ha, tushunarli. Bitta hech narsa katta time frame'da hech narsa yo'q edi ham. H1dagi Daily'da bitta mana Daily'da FG bo'lgan ekan. Daily'da FG bo'lgan, mana Daily FG'ni отметка qilasiz, siz omadingiz shu bo'lgan. Omadiga qo'ygan. Daily FG'ga kirgandan keyin уже bu yerda mana Aziyani, Londonni yechishni kutsangiz bo'laveradi. London Aziyani yechishni qo'yasiz. Mana London yechyapti. Yechgandan keyin misol uchun mana bu yerda ham nimadir bor. Orqani qarash kerak. Nima bo'lgan? Misol uchun bu yerda mana likvidlarni yechgan ekan. Boshqa unaqa katta time frame'da hech narsa yo'q deb aytdi. Faqat daily FG'ni o'ziga kirib, stop loss mana bu long tagida bo'lishi kerak. Ha. H1 bilan ishlardim-da, shunga sal qoptida unda. Yo'q, H1da hech narsa yo'q. H1da endi IFG qo'yapti. Ha. H1da IFG qilsa hali, misol uchun mana bu high deb olsa, keyin bu highdan olasiz, tortasiz, endi pastlarga FG'ni olib turib, H1da mana bu zonani belgilab, 0.79 zonasini bo'lsa, misol uchun mana shu belgilabdi, va shundan buy kiradi. Ha. Katta rahmat Sardor aka. Mayli, sog' bo'ling. Ruxshodbek. Nasiyaji Ruxshodbek. Oltinbek. Ruxshodbek. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalom. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Yaxshimisiz? Rahmat. Nima savol? Ruxshodbek, gapiring. Savolim sandwich shot haqida edi. Aha. Ruxshodbek judayam uzoq gapirar ekansiz, uzr, выключить bilan. Shahbozbek.
Shahboz. 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 Ha, Shahboz begim gapirmayaptilar. Islom, mahachi. Siz gapiraverdingiz. Yana bir marta mumkinmi yo iloji yo'qmi o'zi aka? Gapiravering, nima gap? Limitimiz bor bo'lsa. Qarang, yana hozir mana shu tillar haqida. Hozir 4 soatlik FVG'ga keldi-yu, Hali kelmadi, endi kelyapti. shu haqida savol bermoqchi edim. Manaqa katta trend bo'yicha 50 ga keldi, 50 dan atkat olib ketyapti tepaga. Shuni nima deb o'ylaysiz? Hozir masdan atkat orqaga bersa tushib ketishi mumkinmi yoki dalishi o'sish anaqasi qancha deb so'ramoqchi edim. Dars o'sish ko'proqmi? Chunki u aytdi minus 1 bu yoqda. То есть ushlasak bo'ladi-da, to'g'rimi? Sabab bor ushlashga. Da. Daily Fiji'dan ketyapti. Bo'ldi, rahmat, shuni so'ramoqchi edim. Xo'p. Bekmurod. Sun. Bekmurod. Vay. Yapmadı. 0-10. 0-10. 0-10. Yo. 0-10. 0-10. 0-10. Voy, mayli gapirmadi. Voy, Durdona, mayli gapiring, Durdona. Durdona. Bo'ldi, javob bo'ldim. Rahmat. Wow, ICT I can trade. O'tkirjon Rahmatullayev. Bu nima? Biz login o'g'irlayapmiz. O'tkirjon. Hey bro. Nah, keyin gapiramiz. Jasur. Jasur. Jasurjon. Assalomu alaykum, Sardor aka. Va alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshi? Yaxshimi? Borimiz, o'zingiz bormisiz aka? Ha, rahmat. Manga kelib ko'rishtirdi, nima ketyapsiz og'riq paytli. Ishko bo'lmayapti. O'zimiz ko'rgan o'tamiz endi bir Toshkentga. Kelinglar. Nima yaptınız? Rahmat. Ha, kecha mana hozir razbor qildi, ertalar vayzada qulagandi. Ha. O'sha mana oxirgi hashtordagi FVG'dan plus kamiga Trampdan chiqib bitta to'g'ri kelib qoldi shu narsa. Siz ham ko'rib turgan bo'lsangiz. Hashtorda hozirda mana hashtorga IFVG'dan urib ketib boryapti-da. O'sha ulgurmay kirdimi, erta yopib qo'ydim. 89 kirib. Bu turadi endi. Eng konkret ishlagan hashtorda shu ishlayapti. Shunga lot kichiraytirib hashtorga o'tamikan deb turibman. Kichkina time frame ko'p stop yeyotgan.
H4 man ham H4dan berolmayman misol uchun sen H4lik deyilmaydi. Ha. O'zi har doim ham H4dan katta zona topib, keyin kichik timeframe'ni qidirish kerak. Shu kichik time frame'da nima qilib turib stop ko'p ketib, kichkina time frame'da ketaylar, lekin baribir ham hech bo'lmasa 200 punkt, 150 punkt minimum bo'lib qolyapti stop ham. Da, endi hayot shunaqa bo'lyapti, endi shunga qarab moslashish kerak. Oldinroq ko'rsatgan sizga bitta formula bor-da, o'sha ham ishlayapti. Sizga ko'rsatganman esimda yo'q. Boshqa formulalarni tan olmayman, mandan boshqa, mashindan boshqa. Sizni to'g'risi tan olmayman-da. Bitta narsani o'rganishim uchun 2-3 yil ketadi. Backtest qilishim uchun, ko'rish uchun, bozorni 5-6 ta siklini ko'rish uchun. Mana siz hozir ko'rsatgan narsani qo'llashim uchun fokusni shunga qaratishim kerak, shundan keyin boshqa narsa topib ketadi. Agar savdoim o'xshamay qolsa, o'xshamasdan to'xtamay stopga yursa, keyin o'zgartirishni o'ylab ko'rish kerak, lekin hozircha o'ylaydigan narsa bo'lmayapti. Shu kecha mana H4da birinchi time frame'da reaksiya oldi, ketdi, keyin oxirgi 3-chi mana FVG'dan zo'r 200-250 dollar raysasiga tashlab berdi man. Da, shunaqa. Yaxshi o'sishimiz ham. Jasur gaplashamiz? Mayli aka, xudo xolasa bir o'taman o'ziga. Alo. O'tkirjon. Assalomu alaykum, ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, ustoz. Hozir mikrofonim ishlamay qoldi. Menda bitta savol bor edi, ustoz. Aha. Misol uchun hozir siz o'sha qaysidir H4 FVG'ga kunlikka kelganda o'sha likvid yechilishman yoki sel nuqta olasiz-ku? Aha. Nimaga misol ko'pincha o'sha H1ga yo boshqaga qaramaysiz? Men o'shanga tushunmayman-da. H1 men uchun slabый hisoblanadi, shuning uchun H4 bosiz. O'sha H4da manipulyatsiyalar ko'payib ketyapti. Shuning uchun H4 zonani kutib turib kirgan yaxshiroq bo'ladi. Zerkalangiz pastani kuzatib turaman. O'sha faqatgina o'sha H4 bor bo'lgan zerkalarda bo'lsa, H1larda bo'lmaydi-da. Shunga H1dan ishlatgan yo'qman, shuning uchun savdolarim soni ham kamaygan, lekin aniqlik ko'paygan. Yana bitta savolim bor, ustoz. Ha? Yana bitta savolim bor-da. Bemalol. Misol mana siz zerkaga kirsangiz, oldin kanalingizga ham a'zo edim. Birdaniga 4 lot ochib, qaysi tek profitlarda savdolar bitta yopasiz-ku, bitta lot. Aha. O'shanda misol bozor bir gap yurib bersa, bitta zerkaga yopasizmi yo yarmini yopasizmi? Birga birda yarmini yopaman. Birga bir yarmini yopasa 50%ni. Da 50% yopaman. Yarim foiz foydamni olaman-da, qolganlari tepalarda yopib ketaveraman. Lekin oxirida bir dona yoki 2 dona qolib ketaveradi. Qancha yursa ustoz bezi bitib qo'yadi. Birga bir yarmini yurgan. Birga yarmini yursami? Da. Menga bu bozorda hozirgi kunda yo'qotmaslik muhim ahamiyatga ega. Qayta kirish har doim bo'laveradi, lekin yo'qotmaslik bu birinchi o'rinda. Bunaqa bozorda, bunaqa yurishda birinchi o'rinda yo'qotmasligim kerak. Shuning uchun bezubutga qo'yaman. Bezubutga olsam, meni har doim shansim bo'ladi. Shans bo'lsa, ikkinchi сделкаga kirishim uchun menga yaxshiroq nuqta bo'ladi. Shuning uchun har doim shunga amal qilaman. Yarim foiz yurdimi, bezubutga qo'yaman, bo'ldi. Olsa ham yana boshqatdan tasdiq qidirib, yana boshqatdan kiraveraman. Lekin обязательно qo'shim kerak. 100 marta kirmayman bezubutga olsam, 101-martasida ushlab olsam,
hamma bezubutkalarımni charchoqlari chiqib ketadi. To'g'ri. Shunga Hozir bezubutka olgan yaxshiroq stop loss olgandan ko'ra. to'g'ri. Hozir bitta bola ustoz sizga savol berdi-ku, mana bu sizniki FVG u ishlamagan FVG deb aytdingiz-ku. Misol qanaqa o'shanda IFVG hali ishlamagan bo'ladi. U ishlab bo'lgan FVG deysiz-ku. Tana bilan yopish kerak emasmi yoki fulfill to'ldirish kerak emasmi? Ishlab bo'lgan degani, ya'ni mana misol uchun mana shu FVGni olyapti-da. Mana FVGni olib turib tortyapti mana. FVGni olyapti, mana FVGni tortyapti. Keyin qaytib kelgandan keyin, qachondirdan keyin qaytib kelgandan keyin yana shu FVGni tortib turib yana ishlatyapti. Bu xato bo'ladi. Buni qanaqasi to'g'ri bo'ladi ustoz? Bundan keyin misol uchun bu kelgandan keyin bu FVGni ishlab ketdimi? Uje mana bu likvid olgandan keyin o'sha aktiv FVGni qidirish kerak bo'ladi. Bundan qaytib kelganda bundan qaytib kirish bu xato bo'ladi. O'shaning uchun bundoq keldim, misol uchun men bu yerga kirdim. Bezubutkam olsa, menda yana bir marta low olish kerak. Misol uchun keldi, low olib, keyin FVG tashlab, keyin tepaga ketish kerak. O'shanda keyin savdoga kirishim kerak mana shu joyda. Bu yoqdagini ishlatmayman. Bo'ldi ustoz. O'shanda seldagi bayg o'zgarib, atga teskari ishlab beradi bizcha. Da. Bo'ldi. Rahmat ustoz. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sardor aka, markaz struktura bo'yicha savol bermoqchi edim. Qarang, markaz strukturada hamma oddiy til bilan o'rgatadi, maksimum minimum, lekin bozorda qarasangiz unaqa kartinkani ko'rmaysiz. Har qanaqa markaz strukturani sложный variantini ko'rasiz. Nimaga unaqa qanaqa sложный varianti deganda nimani nazorat qiling? Misol uchun mana maksimum minimum deb sho'li kartinkani ko'rsatadilar-ku. Xo'p, maksimum. Lekin bozorga qarasangiz, mana maksimum minimum yana chizib bering. Mana misol uchun, xo'p. Lekin bozorga qarasangiz, sложный markaz struktura bo'ladi. Sложный degan narsa yo'q, uni to'g'ri topibdi gap. Sложный deganda misol uchun mana shuni ham mana shu likvidligini men отметка qildim-ku. Mana shu likvidlikni отметка qilganimda nima uchun imенно shu likvidni oldim, nima uchun bu emas, boshqa emasdi. Imенно shu likvidlikni yechgandan keyin buni IDM qilib belgiladim. Bundan tepadagi minimumlar IDMga kirmaydimi? Qaysi ma'lumotlarmi? Ana shular. Yo'q, kirmaydi. Nimaga aynan shu? Chunki OTAda bo'lgani uchunmi? Yo'q, mana bunaqa bo'ladi. Mana bo'lsa, misol uchun mana bundoq bo'ladi. Tepani likvidni yechib kelgandan keyin qaytib kelib, struktura yasab, keyin tepaga. O'shanda keyin bu yerdan tortadi. Bundoq qilib fibo tortasiz, tortganingizdan keyin mana 0.79 zonasi va bu yoqdagi lowni topib turib, lowni отметка qiladi. Inducement Fibonacci'ning 50 dan pastda bo'lishi kerak. Shunday ham to'g'rimi? Discount zonada bo'lishi kerak. Undan tepada bo'lsa hisob emas. Kirmaydi. Yo'q. Har doim swingni bitta ko'rsatib bera olasizmi? Swing trade uzoq muddatli qanday qilsa bo'ladi? Swing trade, qarang. Swing trade'da uzoq muddatli degan narsa yo'q. Men ham kirganimda, misol uchun, bu yerda misol uchun 4 soatli FVG dan kiryapman oltinda. Bu 4 soatli FVG mana.
4 soatli Fiji mana bitta kirgani. Mana bunisi bizda daily Fiji bor. Bu daily Fiji bor. 4 soatli daily degani, значит, bizda yurish ham shu 4 soatli dailyga nisbatda bo'ladi. Endi bu 4 soatli Fijiga keldi. Kelgandan keyin bizda nima bor? Biz ko'radigan bo'lsak, misol uchun svecha keldi, 4 soatli bo'ldi. 4 soatliniki misol uchun ham bu yerda terib o'qildi. Misol uchun 4 soatli svecha misol uchun keldi. O'shanda buni biza SRT qilib olsak ham bo'ladi. Mana bu zonani misol uchun SRT low qiladigan bo'lsak, SRT low bo'ladi. Endi bizda mana bu candle SRT high bo'ladi. SRT high bo'ladi, SRT low yechdi. 4 soatli svecha tepada yopildi. Mana bu svecha retest qildi. Retest qildi. Retest qilgandan keyin bizda nima bor? 4 soatli rejection bor. 4 soatli rejection bo'lgandan keyin biz 1 minutligiga o'tamiz. Bir ko'ryapmiz. Nima bo'lyapti bizda? Ha, Londonda, значит, tepaga ketgan va bu yerda 4 soatli yopilib, mana 4 soatli retest bo'lgan. Keyin mana 4 soatli retest o'zidan yana 1 minutlikda kiryapmiz. Bizning stop lossimiz 1 minutlikda tashkil topadi va 1 minutlikda entry qilyapmiz. Timing zone'ni belgilab, ya'ni timing zone ICT'da обязательно, ya'ni total stop bo'lishlari boshqasi. Bu yerda total stopni ko'rishimiz mumkin. Aziya Londonni yechyapti. Bizda 4 soatliga kiryapti. 4 soatlikni o'zini Fijisidan bayga kirib stop loss qo'ysangiz, bu yerda misol uchun stopni olib qo'ygan bo'lishi mumkin va juda katta bo'ladi. Bizda lekin kutib turib, timingni ko'rib, London ochilishi, New Yorkning ochilishini kutib turib, keyin retestni ko'radigan bo'lsa, bizda konkretniy timing bo'yicha New Yorkga kirdingiz va impulsni 5 minutda ushladingiz. Kun bo'yi kutib o'tirmasdan savdoga kirgan bo'lar edingiz. Mana shu joyda misol uchun swing. Endi savolingizga keladigan bo'lsak, 4 soatlikdan kiryapmiz va 4 soatlikni misol uchun take'nikini lekin men 1 minutda kiryapman. Nima uchun birga birda yopganman? Riskini kamaytirib, bugungi oilamni boqish uchun qanchadir summa olib qolish kerak. O'sha summani olib qoldim, bugungi planim bajarildi, bolalarim och qolmaydi. Okey. Keyingi etap bu misol uchun qo'pol qilib aytganda, mashinaga pul yig'yapman desa, keyingi etap bir kunda mashinaga $500 yig'ishim kerak. Keyingi take'im $500 bo'lsa, misol uchun men -1 da yopaman. Keyingisi yana bitta joyda. Har doim men bir dona bitim olib qo'yaman. Men bu yerda bitta olib qo'yganman misol uchun. Lekin o'tgan hafta kirganimizda biz mana bu joydan kirganmiz, bayga olib qo'yganman. Bularning asosiy foydasi har doim yechilgan, lekin bitta lot bu yoqdan, bitta lot bu yoqdan, bitta lot bu yoqdan, bitta lot bu yoqdan, hamma joydan bir lot olib qo'yganman-da, o'sha menda swing bo'lib ketadi. Va bugun bozor tendensiyasini qaraydigan bo'lsak, narxlar ATR, ya'ni benzini deylik, aktivlarning benzini juda ham katta bo'lib ketgan va tez yurib, tez foyda qilishi mumkin yoki birdaniga slip qilishi mumkin. Shuni hisobga olgan holda bozor berayotgan narxlarga foydani olib, har doim qisman lotimni qanchadir muddatga olib qolaman va shu qanchadir muddatdan keyin soqqa bo'ladigan bo'lsa, okey, misol uchun qanaqadir potrебностьimni yopadigan bo'lsa, shu potrебностьdan olib chiqib ketaman. Shuning uchun bu swing hozirgi kunda mana shu holatda bor. Shuning uchun swingda har doim qisman yopib, bitta olib qo'ysangiz, qanchadir muddat tepaga to'xtamasdan ketsa, bitingiz sizda swing yo'q qoladi. Lekin swing uchun analiz degan bo'lsangiz, bu daily 4 soatli time frame'lar yoki weekly haftalik time frame'lar hisobga oladigan bo'lsa ham, lekin narxlar haftalikda ham tez yurib, tez kelib ketyapti. Shuning uchun foydani fiksировать qilgan, foydani fiksировать qilyapti. Qilmagan dash yeb ketyapti. Shuning uchun swing uchun qanaqadir time frame yoki qanaqadir konkretniy setup degan narsa yo'q. Bozor beryapti, biza kirishimiz rahmat. 3 minutlik. Oxirgi savolim qoldi. Qarang, yana shu tilga impulsga yarashga korreksiya bo'ldimi hali yo'qmi? Impulsni siz qaysi impulsni ko'rganingizga qarab, qaysi impuls? Selga impulsga. D1. Bugungi oqqanni aytyapsizmi? Ana shu pastga tushgan-ku sel. Shunga yarasha korreksiya bo'ldimi? Yo'q, bunga yarasha korreksiya bo'lmadi. Misol uchun mana Fiboga tortadigan bo'lsangiz, swing high, swing low, mana o'rta zona mana bu yerda bor. Bizda tepada o'rta zona mana kutayotgan kattaroq sell zona mana shu joyda.
Tushunarli, katta rahmat aka. Mayli, sog' bo'ling. Xo'sh, Bekmurod. Endi gapirasizmi, ha? Bekmurod. Bekmurod gapirgisi keladi, ikkinchi marta. 13. Aka. Sardor aka. Labi. Qarangki, mana bozor ochilganda yurib ketib qolyapti. Ko'p kunlar o'shanga e'tibor bermadingizmi? Nimadir bo'lmayaptimi? Ertalab ham, bugun ham bo'ldi. Bozor ochilganda har doim Nyu-York ochilganda yuradi. Yo'q, ertalab 3 ta. $100, $200 benzin olib ketyapti. Aziyada shunga aytdim. Aziya ham Killzone ochilgandan keyin yuryapti. Mana Aziya ochilishi o'zi ham bitdi. Plus bugun Tramp ham gapiribdi kamiga. Ha? Kamiga 6 da Tramp ham gapiribdi ertalab O'zbekiston vaqti bilan. Endi bizda 6, ularda soat 10 bo'lgan bo'lgan. Shuning uchun shunga to'g'ri kelyapti xolos. Boshqa kunlari ham normalniy Aziyada dahshat yuryapti. Aziyada savdo qilish kerak-ku. Ertalab savdo qilish kerak, o'zi London Range'ga yurmayapti-ku. London Range'da yurganda bemalol spokойно ishlab soqib qolsa bo'ladi. Keyin Sardor aka ertaga bayram ko'rsatyapti, non-farm ko'rsatyapti. Qaysi biriga ishonaylik? Ha? Ertaga kalendarda Investing.com'da ham holiday ko'rsatyapti Amerikada, non-farm ko'rsatyapti. Bozor ishlayapsa, значит, dushanba kuni gap kutasiz. Dushanba kuni gapni tutasiz. O'ziga non-farm qiziq ham qolmadi endi. Hozir non-farm qiziqmaydi. Bitta hozir ishlab turibsiz-ku mana sizda ham figura turibdi. Fijidan ketdi reaksiya berib. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kimdir gapiryapti? Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Savol bor edi-da. Hozir mikrofonni yoqqandingiz. Sal mikrofonni yaqinroq gapirsangiz yaxshiroq bo'ladi. Ovozingiz juda pastroq. Ha, endi yaxshimi? Pastroq ozgina. Qarangmi, yangi yildan buyog'iga trade qilganim yo'q edi-da. O'zi 1 yildan beri qilib kelayotgandim. Endi bir oylar bo'lib qoldi boshlaganimga. Yildan buyog'iga to'g'risi uncha qila olganim yo'q. Hozir to'g'risi nimagadir pozitsiya ochishga qandaydir qo'rqyapman-da. Shunga sal bunday nimadir maslahat berasizmi demoqchi edim-da. Pozitsiya ochishga qo'rqayotgan bo'lsangiz, propda savdo qilasizmi yo shotdan? Shotda. Qancha balansingiz? Balans, короче, 1000 edi, keyin 1100 gacha bormadi-da, xullas shundan keyin ishlaganim yo'q to'g'risi. Hozir ochishga o'zi o'ylayapman. Misol uchun eng zo'r hozirgi psixologiyani qaytarib joyiga qo'yish bu $1000 sentli shot qolasiz. Sentli shot qilganingizdan keyin kichik shotlar bilan ishlab turing bir oy. O'zingizga ishonch kelgandan keyin qayta dollarga o'tasiz. Hozir backtest qilsangiz, sentli shotda qilsangiz, shunda psixologiyangiz qaytadi. O'tgan yillari nimalar ishlab shu Hozir 100-200 dan ham ishlab yurardim. Hozir shu katta bo'lgan ekanmi yo bilmayman, bozor qandaydir ta'sir qilganmi yo kirmay qo'yganmi? Bozor ozgina o'zgargan, ATR o'zgargan, hali ATR o'zgargan, ATR o'zgarganligi uchun yurish qotdi. Shuning uchun $1000 dan hozirgi bozorda ana qaytadi desangiz, qaytmasdan u voqea ketib qolishi mumkin. Shuning uchun sentli shot ochingda kichkina risk bilan ishlab turing. Xullas mashina qiling, sizda rezultat bo'ladi inshaalloh. Rahmat kattaga. Xo'p. 13.
13 13 13 13 13 Mirbek 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 Turji Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Ishlaringiz yaxshimi? Charchamang. Rahmat, Hop, o'zgarmiz. hozirgi kirishingiz lekin zo'r bo'ldi. Lekin kirolmay qoldim shundan. Qo'rquv, ozgina qo'rquv bo'ldi-da. Qo'rquv bo'lsa, eng minimal lot ishlatish kerak bo'ldi. Ha, shu Kichik lotmi? Qo'rquv bormi, kichik lotmi? shu aka men 5 minglik profshotdan birinchi etabidan o'tuvdim-da. Endi ikkinchi etabidaman hozir. Shu 001 ochishdan hech narsa yo'q emas. Mana shu joydan mana shu joygacha sizda pul bo'lar edi, почти $100. shu yerdan kirganda ikkita izdel qilishganda o'tib ketarmidim. Aytolmadim, 001. Shu qo'rqoqsini kichik lotni ishlash kerak. Ha, shu 001 bilan ishlayapman. Aka, siz o'zingiz profshotda ishlaysizmi yo real shotmi? Yo'q, o'zimniki real. Shu profshotda bayga, selga bittada oshishga bo'lmasa kerak, qoidalarni to'liq o'qimaganimdami? Orasida 15 minutlik vaqt bo'lishi kerak. 15 minutlik vaqt. Misol uchun bayga ochishingizni, keyingi sel ochishingiz uchun 15 minutmi, 20 minutmi shunaqa. Shu bir paytlar ChatGPT bor. Shunda tarifingizni yozasiz, prop kompaniyangiz nomini yozasiz. Mana shunaqa qilmoqchiman. Sразу aytadi. Shundan so'rayman, lekin baribir ham bir paytlar shu bayga ham selga ham kelib qoladi-da vaziyat o'shanda. Bosavering, orasi vaqt bo'lsa agar. Siz VIP chatingiz qancha edi oyiga? Aka? $200. $200mi? Xohlasa shotni olsak o'tamiz deb yuribmiz endi. Lekin yetolmayapman hali. Sekin bo'ladi. Anchadan beri ishlaysiz-ku. Harakat qilib. Shunday. Bo'ladi, nasib qilganda inshaalloh. Xo'p, rahmat, Sodiq aka, charchamang. Mayli, sog' bo'ling. Tak. Qo'l ko'taraverasizlar, 13 bilan Shahboz gapiringizlar. Shahbozbek, gapiringchi, qani, eshitaylikchi nimalarni. Ota. Yo. Hello. Sardor aka, assalomu alaykum. Uzr. Boya anaqa, короче, ovozimni o'chiraman deb gruppadan chiqarib yubordingiz. Yo'q, chiqarib gapirmadingiz, rosa chaqirdimi? Yo'q, boya anaqa qilaman. Endi anaqa mikrofonga qo'ysam, chiqib ketdi-da, короче. Ha, IDM boya aytdingiz-ku. IDM nima edi? Cho'ta islomadim bor-ku. Snatcherlik kimisiz? Snatcher likvidingizni tagiga qo'ydingiz-da, IDM zonada yana. Yana bitta likvidida, получается-da. Keyingi likvidida. Ha, все. Просто ertalab kirdim-da, короче, как Aziya началось, 5 da boshlangan bo'lsa, Aziya o'yladimki, o'sha oxirgi anaqani oladi dedim, likvid oladi, lekin olmasdan bilan pastga tushib ketdi. Mana IDM desangiz, hammasi likvid bo'ladi. Bo'ldi, tushundim, ustoz. Munosib qilib yubordim deb o'ylayman. Yo'q, bu mana bu joyda soching mana.
eng oson yo'lini ko'rsataman. Bittada ko'rsataman, eslab qolishingiz kerak. Katta time frame'dagi Shahrazbek mana. Birinchi secha 2, 3. 3 bo'ldi. Bu yo'lda qanaqa chizamiz? Boshqa kompyutermi? Nima chizsa bo'lar? Birinchi secha, ikkinchi secha. Снятие ликвидности. Uchinchi sechani qilamiz. To'rtinchisi keladi, oladi. Chetda ko'rmayapti Sardor aka. Struktura. Ko'rmayaptimi? Yo'q, bir bola chiqib qoldi. Facebook degan. Ko'rinib qoldimi? Ha, Facebook o'chirganingiz faqat ko'rindi. Hozirchi? Hozir ko'rsatyapti, no chizilgan narsa yo'q lekin. Yo'q, chizilgani o'chib ketdi. Boshqatdan ko'rsatdim. Ko'ryaptimi? Ha, screen bo'ldi. Swing point bizada swing low ko'rsatyapti. Kelgan secha снятие ликвидности. Birinchi secha, ikkinchi secha. Ikkinchi sechani low'ni отметка qilasiz. To'rtinchi secha keladi. 5 minutlikka o'tasiz, 1 minutlikka o'tasiz, mo narsani qilasiz. Mana shu ITM bo'ladi. O'tgan safar ko'rsatdim. Agar ITMni kichik time frame'ni to'g'ri topa olmasangiz, katta time frame'da imенно shu setapni ishlatish kerak. Rahmat. Sog' bo'ling. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Nima gaplar? Boshqa gap bormi? Nimadir bormi? Hey. Ideya berganda bitta ketyapti. Bu yoqda bayga kirgandi. Endi 195 punkt. 32 punkt yurdi. Bu yoqda ham avdichi bayga bergandi 05 dan ketyapti. Hozircha minus bo'ldi, tek birinchilikimiz ham bor. 100 tekka kelyapti, yani bitta berilgan edi. 100 diqqat zonamizga kelyapti. Darslik. Ben bu yürü gördüm şu an. Basıp geçip taraf. GBP'nin zonamızı kırıp reaksiyon ketyapti. Target oxirgisi likvid zonada katta time frame'da. Fijidan sirkin. Daily olganicha daily Fijiga kirgan. Chefina tepadan Kardiyenamiz bayga kirilgan. Shu target bo'lgan. Shu qaytadan kelyapti ancha. Kachif katta zonalar belgilangan, hali bizga hech narsa yetib kelganicha yo'q. GBP cut
Bilmadim. GBP AOD zonamizga kelyapti. 0.50 hozircha cho'chda retest tepaga ketdi, lekin bayni 0.50 dan berganmiz. Bu yoqda mana yurganligidan 0.5 hali yetib kelmadi. Bay zonamizga yangi analizda 0.5 dan tepaga qarab ketishimiz kerak. Nimaga desak, Daily Fuji'ga kirgan. Daily Fuji'da bizda 30 minutlik mana Aziyani hayni oldi. Endi tasdiqlab, bundan hayga tortilgan 50 dan tepaga. Euro GBP, Euro NZD bizda nimadir bo'lyapti. Daily'da onash orada yurgandan bay bergan zonamiz. Euro NZD mana bu yerda berilgan zonamiz bordi, mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu yerda berganmiz, oxirgi test. Opoy -1 dan o'tib tepaga qarab ketyapti. Bular hammasi katta time frame'dagi bozor kurishlar. Bular hammasi berganmiz. Mana Nasdaq qaraydi, Nasdaq. Voy, 0.5 dan beruvdik. Ketyapti mana kakras 0.5 ga tegib tepaga qarab ketyapmiz. Mana bu joyga. Bu hamma ideyalar o'sha yerda berilgan edi. German 40 bizda mana bu yerda 12 soatlik plus daily rejection block, daily order block, daily rejection block bo'lgan. Shundan bayga bergandik. 4 soatlikni ko'radigan bo'lsak, order block bo'lgan. Order blockdan bu yoqdan biza sell bergandik, sellga tushdi, order blockdan bay berganmiz. Bay ketgan, bu yoqdan agar feedback qilgan bo'lsak, o'rta zona tagidagi order blockdan ketyapti. Bu ham mana katta time frame'dagi analizi va hozirgi paytda normal holatda nechi punkt? 1400 punkt. Mana shu ideyalarida va bozorning asosiy ko'rinishida kim oxirigacha qolgan bo'lsa, shular ko'proq informatsiya oldi. Mana shunday gaplar. Bitta odam Mirkadilov Atbekka ovoz bermagan ekanmiz. Vaqt beraylik. Kechqurun. Ozmish. Da. Bitta savolim bor edi. Siz kirayotganda zilkaga kirayotgan asosiy motiv u sessiyani high low, to'g'rimi? Asosiy motivlardan biri. Asosiy motivlardan biri. Va shu sessiyani qaysi low yo highdan kirishi biz daily bias topishimiz kerak, to'g'rimi? Обязательно, да. Shu daily bias siz o'zingiz qanaqa topasiz shuni? Bir-ikki og'iz gap bilan tushuntirib bersangiz. Daily bias. Xo'sh, mana ko'ramiz. Bizada daily ketyapti tepaga. Tepaga ketayotganda, misol uchun kratkosrochnoda qaraydigan bo'lsak, 4 soatlik time frame'da real plus real ishlatishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun bizada mana bu yerda minimum bo'lgan, bizada maksimum bu real bo'ladi. Real yechgandan keyin bizada har doim Fibo tortaman. Fibo tortgandan keyin keyingi mana real zona biasi mana bo'ladi. Real bo'ladi. Buni yechgandan keyin swing qildi. Swing qilgandan keyin bu yoqda misol uchun 50 dan harakat qiladi. Har doim misol uchun bu yoqda ko'radigan bo'lsak, kemaga va bu yoqda tortadigan bo'lsak, yana mana 50 zonaga kelgan. 50 zonaga kelgandan keyin mana daily biasi mamnun qiladi. Real
eksternal mamnun. Manda Fiji, kirish zonam, manda IRL bor. Shundan. IRL bo'ladi. Har doim bozor IRLdan RLga, RLdan IRLga qarab yuradi. Keldi, misol uchun ichgandan keyin yoki 50ga yoki yana pastiga. 50da high turdi, turgandan keyin IRL, keyin IRL olgandan keyin yana bu yoqda Fiji qoldiradi, yana Fijiga yana tepadi. Toki mana bu lowni buzmaguncha. Misol uchun suyni qayerdan tortdim? Mana bu lowni buzmaguncha. Chunki keyingi IRLimiz bu bo'ladi. Hozir ikkita eksternal bo'ladi, qolgan ichidagi hammasi internal liquid. Internal liquiditlar bu birinchi o'rinda o'sha kapitallardagi fizilar. Bias mashinalar, shuning uchun bu yerga ketadi. Aha. Trendni aniqlab olasizda, shu trenddan ishlaysiz, to'g'rimi? Da. Premium diskountga tushadi, shundan qaytarib. Tushundim. Rahmat kattakon. Diskountga tushgandan keyin o'shaning ichidagi 4 soatli Fiji yoki daily Fijilar umuman real zonam bo'ladi. Real zonaga kirgandan keyin o'sha sessiyani loan ishlatadi. Tushundim. Bu bir soatlida shum ko'p bo'lsa kerak ham bu hozir. Bir soatlida real qilib ishlamaysiz. Chunki pastga tepaga rosa ko'p qimirlasa kerak. 4 soatli eng zo'ri. Tushundim. Rahmat Sardor aka, tushundim. Qattiq rahmat. Mayli. Xo'sh. Tekin va juda ham foydali chatimizda 30 ta odam bu yerda YouTube'dan translyatsiya bo'layotganda yuzimni ko'rsatib qo'yib, assalomu alaykum hammaga. Xo'sh, 20 ta odam keyin informatsiya $1 million. Baqir-chaqir qilmasdan, har xil narsalar qilmasdan, yashirmasdan, faqat kursimga keling demasdan, hamma narsani ochiq olib, qanaqa ishlashini, qanaqa olishni ko'rdingiz. Buni hammasini inshaalloh YouTube'ga joylayman. Kirib turib, o'sha yerdan yana bir bor o'zingiz uchun tezroq tushuntirgan bo'lsam, sekinlashtirib ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Hamma kommentariyalar bilan va boshqa narsalar. Shuning uchun hammaga rahmat. O'zi har doimgidek aktiv ishtirokchilar 20 ta-30 ta sizlar borligi uchun men ishlayapman. Sizlar borligi uchun shu narsalarni yurg'izaman. Sizlar bo'lmasanglar, podдержкаlar bo'lmasanglar, menda bu narsa bo'lmas. Shuning uchun anaqa yurakchilar sizlarga yurakchilar, shuning uchun sog' bo'ling. YouTube'ga joylaganda обязательно поддержкаlar esdan chiqmasin. Love you, I love you baby. Va ketishdan oldin muzika eshitib ketdim. Xayrlashuv qo'ymoqchimiz. Mana shu yo'lni qizni yaxshi ko'raman. Artist. Ijodini.